duo qil. Duo taqdirni o'zgartiradi. Avvalambor qizlarimiz yaxshi niyat qilsin. Men hozir yana bir marta bitta narsani aytmoqchiman. Ya'ni qizlarimizni duo taqdir o'zgartiradigan narsaga juda ham e'tibor berishlarini xohlardim. Juda ham ko'p narsa duoga bog'liq. Ya'ni siz o'zgartirib bo'lmaydigan narsangizni faqat bandasini qo'lida emas, Robbisini qo'lida bo'lgan zotga yuzlanishingiz kerak. Siz insonlarga, bandasiga, oddiy bir bandasiga qilgan yaxshiligingizni bandasidan kutyapsiz. Lekin sizga buni evaziga bizani tepadagi zot hamma yaxshiliklarni sizga atab qo'ygan bo'ladi. Ya'ni sizni hamma qilayotgan bugungi kundagi yaxshiliklaringizga, aziyatlarga sabr qilayotganingizda yoki bo'lmasam o'z mehringizni aymayotganingizga Alloh sizga boshqa joydan beradi. Tan olishmadi-ya mani, kimdir meni maqtab qo'ymadi deb o'zingizni siqmang. Siz odamlarning fikriga emas, o'zingizni qalbingiz uchun, o'zingizni iymoningiz uchun, o'zingizni yuragingizdagi mehringiz uchun ham odamlarga yaxshilik, xizmatda va o'sha oila a'zolaringizga mehr muhabbatni ulashishda davom eting va o'zingiz ko'rasiz, juda ham eng baxtli, suyukli ayol bo'lasiz.